Nega ko'pchilik mansarda qilish qimmat deb hisoblaydi? Aslida mansarda qilish eng arzon qavat hisoblanadi. Taxminan 100 kvadratli maydon uchun mansardani narxini hisoblab chiqamiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu mansarda qismiga chiqadigan zina. Ikkinchi qiladigan ishimiz tom qismini odatdagidan 1 metr balandroq qilamiz. Uchinchi qiladigan ishimiz pol qismi. Bu bizga 2,5 m atrofida tushadi. To'rtinchi qismimiz tom izolyatsiya qismi. Ko'pchilik aynan shu joyda nima qilishni bilmay ikkilanishadi. Bu sohada ekspert sifatida aytishim mumkin, tom qismi uchun izolyatsiyaga mineralniy vata eng yaxshi yechim bo'la oladi. Mineralniy vata ustidan va ostidan o'zini membranalarini ishlatilganda umumiy 1 kvadrat uchun $8 atrofida bo'ladi. Issiq, sovuq va ovozga bir vaqtda ishlaydi. Shunda umumiy tomimiz uchun 1200-1,5 ming atrofida rasxod bo'ladi. Oxirgisi отделка, ya'ni pardozlash ishlari. Bunga taxminan 1,5 ming atrofida sarflanadi. Umumiy 100 metr kvadratli mansardamiz uchun taxminan $7,000-8,000 atrofida xarajat qilinadi. Shu sababdan novostroykalarning mansarda qismi eng arzon qavat hisoblanadi.